Assalomu alaykum yaqin do'stlarim. Inson zoti shunaqa ekanki, yoshingiz o'tgan sari ko'p narsani tushuna boshlaysiz ekanda. Yoshlik davrlarimizda dadam bilan bozorga borardik. Borganimizda menga sal kattaroq kiyim olib berardi. Sal kattaroq, shunaqa kiyimlar olib berardi. O'sha paytda tushunmasdim. Nima uchun dadam menga o'zimga katta bo'lgan kiyim olib berar ekan? Yo'qsa pishiq yaxshisidan olaylik derdi. O'sha paytlar ularni men tushunmasdim. Sekin-sekin biz ham ulg'aydik, oilalik, bola chaqali bo'ldik. Farzandli bo'lganda ancha-muncha men ham kiyim olib berdim. Sal kattaroqni. Endi o'sayotgan odamga bir pasda kichik kelib qoladi. Tashlab yuborishga to'g'ri keladi. Undan keyin yana bir farzand ko'rdim. Ikkita o'g'il farzandim bo'ldi. Men ham pishiqroq kiyimlar olishga harakat qildim. Sababi hali yaxshi kiyim ukasiga ham qoladi, ukasi ham kiyadi. Ancha-muncha mablag' pul tejaladi degan maqsadda otamning gaplarini o'sha paytda tushundim-da. Nima uchun menga kattaroq kiyim olib bergan? Yo bo'lmasam yaxshi pishiqroq kiyimlarni olib berardi, yaxshi kiyimlarni. Nima uchun bunaqa qilib bergan? O'sha yaxshi kiyimlarni yaxshi kiyardim men, mendan keyin ukam ham kiyardi. Otam puli tejalardi. Kattaroq kiyim olib berardi. Katta kiyim bir pasda bizga kichik emasdi-da, uzoqroq kiyimlar kiyardik. Bu yoshlikda shunaqa bo'lardi. Buni hamma ko'pchilik eslasa kerak. Men nima demoqchiman, o'sha yoshlik paytimizda dadamga chiroyli bir kiyim olib bering, o'zimizga loyiqini desam, dadam bizga kattaroq kiyim olib bergan paytida otamga qiyin bo'lgan ekan o'sha paytda sharoit. Hozir ba'zida bu narsalarni eslayman-da. O'sha paytda otam tushunmaganim uchun afsuslanaman. Ayni paytda nima demoqchiman? Otamdan uzr so'ramoqchiman. O'sha paytda tushunmaganim uchun, yoshlik qilganim uchun. Bolam, kiyim sal kattarog'ini ol yoki bo'lmasam yaxshi pishiqrog'ini olgin degan paytida ko'p narsani tushunmagan edik. Allohga shukr, ikkita o'g'il farzandim bor, hammasini tushunyapman sekin-sekin. Hali ham kechmas. Ota-onamizni Alloh umrlarini uzoq qilsin. Meni emas, jamiki mo'min musulmon do'stlarimizni ota-onalarini Alloh o'z panohida saqlasin. Sog'lik, salomatlik bersin. Mana shu ota-onasini tushunayotgan do'stlarimizni ham topgan tutganiga fayz va baraka, oilasiga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik bersin. Ko'p narsani yoshlik qilibmiz, ko'p narsani tushunmabmiz. Ota-onamiz ham, Xudoyim o'zi ham, Alloh o'zi ham bizni kechirsin. Asta sekin-sekin hamma narsani tushunib boryapmiz. Barchamizni yaratgan do'st to'g'ri yo'lga hech qachon adashtirmasin. Hammamiz niyatimiz yaxshi. Yaxshi niyatlarimiz bor, yaxshi bir amallarda, yaxshi bir ishlar qilishni xohlaymiz. Alloh barchamiz niyatimizni afzaliga yetkazsin. Rahmat e'tibor uchun.